Sug'urtada siz bilmaydigan bitta qoida bor. Bu franshiza deb ataladi. Xuddi mana shu qoida sabab men o'zimni bir yaqin akam sug'urtadan pul ololmay qolgan. 5 million so'm o'z zarar edi. Avtokreditga olingan mashina, lekin franshiza shartini 20 milliongacha yetgan zarar uchun deb belgilab qo'yishgan. Nima degani bu franshiza? Sizga tushuntiradigan bo'lsam, mabodo mashinangizni 100 millionlik deb olsak, sug'urta shartnoma bo'yicha 20% franshiza desa, mashinangizga 20 milliongacha yetgan zararni qoplamayman degani bo'ladi bu. 21 million zarar etsa, o'sha 1 million so'mni qoplaydi, 20 millionni qoplamaydi. Bu shartsiz franshizada. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Siz sug'urta shartnomangizni bilmasangiz ichida nima yozilganligini, sug'urtaga ishonib yursangiz bor deb, xuddi mana shunaqa sizga to'lab beradi deb o'ylagan holatingizda hamma hujjatingiz yetarli bo'lsa ham sug'urtadan pul ola olmay qolishingiz mumkin. Bunaqa foydali ma'lumotlarni kanalimizdan albatta topasiz. Like va podpiska bosishdan chiqmasin.